Çolpan geldi. Tabiiy qahvaning qanday bo'lganligini bilasiz. Tüjüplab tayyorlangan har bir qahva urug'i ezib ayirib tayyorlanib, chiroyli botilkalarga qachilindi. Eng xushbiroq, eng tabiiy tam Abida qahvalarga mujassamlangan. Güzel kunlar Abida qahvalari bilan boshlang'usi. Abida Abida isimda bor, ko'nglimda bor, uyimda bor. Onun shirin ta'mi tilimda bor, dilimda bor, kayfiyatim g'iyor. Sut bilan netgan choy, uyimning ozuqi. Abida shirin ta'mi qalbim shodlig'i. Abida 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 Malqani. Mana, mal. Aval tetip yiqishim kerak. Yani şu gap ben sizga nurg'un ketim dedim. Telefonda qayta tushuntirdim. Nimishga tushunmaydigansiz deyman. Uning ustiga bu u yerda tetip boqadigan, yeb boqadigan narsa emas. Buni mana tamoq etgan vaqtlarda tamoq yeyishadigan tayyor tamog'imizga tayyor tam kirgizoladigan tayyor tam tetip quldiri. Tushundingizmi? Oh ya. Ben tushuntiramadim bay. Ya. Ya, sen baka. Aşk men tushundim. Mana tushunibdi-ku. O'zingizni besib elib so'zlang. Ma'qul, men o'zimni besib olay. Bu sizga degan tayyordan tetip qildiruvchi qarab, uyda ancha-muncha gambiyan so'miyan qilibsiz, to'g'ri qo'rda qilibsiz, samovar sho'rpis qilibsiz, ishtohliya cho'p qilibsiz. Ish qilib nimalar qilsangiz, ta'mi og'zingizda qolmasa, mana men buni kafolat bera olaman. Undan boshqa badanga ziyonsiz. Yana bor. Iqroq keling. Tamoq vahshiy o'xshaydi. Aval tetip baxmasam bo'lmaydi. Yani şu gap. Mal beni az qolgan. Ma'qul, og'zinglarni ichinglar. Sizlarga demadim, men odamlarga yaxshi rotiman. Bu kallalar masalani davotiman. Bo'ldilar. Eng yaxshisi ko'rmanlarni tetib baqsin. Tayyordan tetib qullarni bir qatim tetib baqing. Cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Tayyor tam. Çolpan keldi, fursat keldi. Emek tutda kimden cungang. Çolpan keldi programmasi 2017-yili ko'rmanlar bilan yuz ko'rishgandan boshlab hozirgacha 6 yillik shalliq musofani besib, xalqimiz qalbidan cho'nqur o'rin olgan çolpanlarimizni ko'rmanlar bilan eng yaqin arliqda sardishish fursatiga erishtirib, Şinjan xalqining yoqtirib ko'rishiga noil bo'lib kelayotgan kozir programmalarning biri bo'lib sanaldi. Programma gruppamiz 2023-yili yangi qiyofat va texnik nodir mazmunlari bilan yangi sonlarni san'at-suyar xalqimizning huzuriga sunmoqchi. Mushu munosabat bilan programmamizning oltin e'lon o'rinlariga e'lon qabul qilishni boshladik. Kang korxonachi do'stlarning fursatni ching tutib, biz bilan aloqalashishni so'raymiz. E'lon qabul qilish soni va e'lon vaqti cheklik. 2023-yili mahsulotingizni va korxona shirkatlaringizni to'g'ritishdagi eng yaxshi tanlashingiz yanala Çolpan keldi programmasi. Men ketirib olay, men ketirib olay. Xeyrisi. Sizga o'qday yeyishni bo'lmamsiz? Emas. To'g'ri. Ketallar qerko'z to'tamda. Pakaning jin chiqdi. Batsin ro. No. Ro. O. Ro. Yo. Yaşıgayla. Tümmen yel yaşıgayla. Qanotda haroga chiqamlari, chiqmamlari, o'ltiramlari, o'ltirmamlari o'zlarining ixtiyorlari. Çolpan geldi. Ma programmaga kim taklif qilishni endi bilganda qilaman. Sharxan.
çoğunluğun bulam diye. Ma programımız şu peshqadamlarniki, çoğunlarniki asosli sahnasi bo'lgandan keyin salohiyat jihatlarni tushudi-ku bular, tushudi. Hamda ular yiroqda chaqchaq qilib qo'ysam sizlarmi ishinib ketdinglar, aldandinglar degandekchi. Hamda bu yiroqdagi xalqaro cho'lponlarga haqiqatan hammalar yaxshi ko'ramiz. Ularning har bir asarlaridan huzurlanamiz shundaqmi? Lekin orliq yiroq bo'lganlik sababli bu yerlarga chiqish bizningki orzu armonlarimiz bo'lsa-mu, lekin hozircha vaqtliq sharoitlar hozirlanmadi. Shuning uchun biz eng yaxshisi shu Shinjonglik bizga eng yaqin bo'lgan, bizga texmi tunishlik bo'lgan, tushunishlik bo'lgan artistlarimiz bilan mush sahnimizda Cho'lpon keldi programmamizda tanishaveraylik davomli. Bugun bir alayda mehmonni taklif qildim. U naqshimi aytdi, ham aktyor, nurg'un filmlari va bir sahnimizga hozir darxallan bir taklif qilib olamdik yoki men kinolarini sanab berib qo'yaymi? Taklif qilib qo'ytamdik. O'ziga sanab qo'yaylik unda bo'lsa. 2023-yillik Abida Cho'lpon keldi programmamizdan bugungi alayda saniga alayda taklif qilingan bizningki suyimli cho'lponimiz bo'lsa, tonilgan yosh naqshchimiz, aktyorimiz Baxtiyor Izzaka marhamat. Qora qoshlarim, bidra sochlarim, ko'rsam ko'rgim keladi, ammo yuzlarim. Qora qoshlarim, bidra Uyingizda ketdingiz, uysa ketdingizmi mayli? Shu biza yusib qoldim bu yangi yilda. Çok vaqtlarda telefonlarda ko'rishgan bo'ldik aka, lekin Yuz ko'rishmagan. tun sanimiz bo'lib qoldi aka. Shu pakada bo'ylab qolsanda. Pakaroq da bo'ylab qoldim. Men desam to'varakmi ketdim. Kelishmaymiz kimizmi? Shu. O'zingiz yaxshi. Yaxshi. Ishlaringiz Yaxshi, obdan. Programmaga chiqib cho'qim hayajonlandingiz, xo'sh oldingiz aka. Shu xil optika programmalarni chiqma qilamiz. Shu. Izchil xil bo'ldi aka, ziyoratlarni qabul qilib baqmiz. Nima sabab? Film ishlab aldirashib ketdik-da. Shu aldirashib. Urumchidim turib sirtib ketgandik ekan. Hozirmi aldirashmi? Bo'ldimi? Aramel oldik. Arama oldingiz. Endi Baxtiyor aka, oldingizdan daverma. Cho'lpon keldi programmamizda asos jihatdan sizmi ko'rdingiz? Peshqadam ustozlarni asos qilib turib chiqyapmiz emasmi? Keyingi sonlarda, keyingi bir yillarda yoshlashib, mang'ayli deb menda bir plan bo'yicha menayotgan. Lekin sizni men ko'nglimda peshqadam sanab sanimizga hozirlan boldirlam chiqib oldim aka. Endi lekin qarmoqqa siz yosh, lekin kasbiy jihatda tajribangiz mo'l aka. Rahmat. Biz davrdagilarga, davrdoshlarga ustoz yo'lliq desak tamamen haqliq. Yana bir qatam hurmatimizni ifodalaymiz aka. Rahmat. Sizlarcha Baxtiyor akam naqshchi hisoblanamdi yoki aktyormi? Unda bo'lsa 3 xil tanlash. Naqshchimi, aktyormi, usulchimi? Usulchimi? Usulchi dedi. Usul o'ynab baqanma? Usuldan faqat kelishadi. Faqatlar. Faqatlar. Naqsh bilan kelishsiz. Naqsh bilan kelishib qo'ymayman. Aktyorlik bilan O ijodning kasbi o. O'zingizda kasbi. Unda bo'lsa naq maydonda bir mahorat ko'rsatib bering desam cho'qim sizda chata yo'q aka. Naq maydonda mahoratga biza chatoq chiqqan. Voy ya aka, sizda masala chiqmaydi faqat. Biz burunlarda mashilqi rolninki maktab bitagan vaqtlarda Aş personajlarni doğrab, o qildigan ishlar xil uzun yil qilamiz maktab bitagan. Keyincha ham kasblashib ketdik ham hisobda. Filmlarni ishlab, chiqrollarni elib, shunga maxsus rol deydigan doğrash nimasigimi tas chiqib qolibdi hozircha. Darxallam degashga darxol tayyorlik jiq bo'lgandiki menda. Unisiga Allohdan manchimni rejissyorlik qilishdim. Shunga maxsus aktyorlik qilalim, shunday bir shug'ullangan ilqi hissiyotdan sal chiqib qolibman. Naqshidan chiqib qolmagansiz lekin. Naqshidan ham chiqib olmaydigan. Shu banaqshini to'tash, dasmiy naqshi bor. Shuni anchami ishiltib yurayman. Unda siz naq maydonda hozir unda bo'lsa, naqsh aytib beransam anning masala bormi? Naqshida masala yo'q. Naqshida masala yo'q. Lekin hali turib rol o'ynaymiz juma aka. Bugun qichib qutlanmaysiz lekin. Qanday bo'lsin? Chiqib oldik, cho'qim bo'ysunmisiz olmaydi aka. Unda bo'lsa aldidan Baxtiyor akamning naqsini anglayli. Shundami? Keyingi bosqichlarda anki bir qiyinsak bo'ladi, ha? Unda javob beramda, boshlamda. Cho'lpon keldi. Qora qoshlarim, bidra sochlarim,
Görsem görgüm kiladu alma yüzlerim Kara kaşlarım Büdre saçlarım Görsem görgüm kiladu alma yüzlerim Alma yüzlerim Mungdaşkan iduk Aydın geceler Kelgüsümüz bal üstüde Mungdaşkan iduk Aydın geceler Kelgüsümüz bal üstüde Aymu görüp gülüp ketdi Senin kılgan güdek sözünge Güdek sözünge Kara kaşların Büdre saçların Görsem görgüm kiledu Alma yüzlerim Kara kaşların Büdre saçların Görsem görgüm kiledu Alma yüzlerim Alma yüzlerim Mungdaşkan iduk Aydın geceler Kelgüsümüz bal üstüde Mungdaşkan iduk Aydın geceler Kelgüsümüz bal üstüde Aymu görüp gülüp ketdi Senin kılgan güdek sözünge Aymu görüp gülüp ketdi Senin kılgan güdek sözünge Güdek sözünge Rahmat aka, rahmat. Rahmat aka. Mush naqshni ijodiyatchisi kim o? Bu naqshning ijodiyatchisi shu Ömer Osman deb bir naqshimiz bor bu. Shu. Burunqi nusxalarda balki jiq anglab qilib ketamabdiman, lekin siz aytgan nusxasini jiq anglagan. Lekin mush naqshning bir teksti oymi qarab kulib ketdi dedi-ku. Oymi kulam deganda qarab Acayip yazdık ne bu tekst neydi? Siz onda g'ayrilik his qildingizmi aka? Ya biz ham da shu kichigimizni tatib etib kulib ketgan
Ömer Osmannikini manglagan, Ekber Qahirma aytqanini manglagan, Abdukim Yaxnikini anglagan. Men faqat siznikini manglaptım, men boshqalarnikini ancha. Sağolun tulmay qapsan da ulan. Unda saka o'tirish taklif etdi, qana gapni o'tirib paranshanda. Bo'ldi, o'tiribli paranshni bektirib ketdi. O'zingiz yaxshi kelib oldingiz. Yaxshi. Nima ishlarni aldirash aka? Yaqinda shu Yaxshimisiz doktor degan to'r televiziya teatrini ishlayotgan. Shuning aldirashlik bilan. Men balla doktorning obrazida. Voy. Siz obaylam doğrug'izgan ishkan xeyli o'ynab beramiz ya shu obrazda. Qani eli deyishaylar. Ay nesi bilan makasiz shu eli deyishli deb. Elimdagi qilpamsiz bo'lmaydi Juma aka. Cho'qim qog'izmisa qolmaydi bu hamda xalqning sahnasi. Cho'qim ko'rinmalarni bir qo'shal qildigan sahna o'g'ashqa chata chiqmaydi aka o jihatlardan. Hamda bizniki obay naq maydonga qadam tashirib qolgan tomoshabinlar dedi-ku, masalan, Baxtiyor Izni qanday bilasizlar, naqshi deb bilamizlar, aktyormi desam, ko'plar naqshi dedi. Yana ba'zilar aktyor dedi. Siz o'zingiz deb yiqqan aka qaysiga tava? Men shu o'zimni shu aktyorlikqa bakrak nima qilmay chunki u men mukammal 4 yil o'qigan kasbim-ku bu mening. Naqshi deganimda biz o'tir maktabda o'qiyotgan vaqtida uni bu naqshni anlab, aytishni to'xtab, aytib, mashq qilib, bolalar bilan o'ynab, aytib ketgan bu naqshni ham. Lekin o'zim bu naqsh aytishni yaxshi ko'rman, lekin siz o'zingiz shu aktyor deb e'tirof qilsiz, naqshi deb e'tirof qilmayotgansizda. E'tirof qilmaydigan shu yo'q. E'tirof qilsiz, lekin o'zingizda bakrak lekin ojada taraqqiy qilma, bundan keyin deydigan. Shu, ma'quldan shu to'g'ri. Das bizga maydon olib ketdi. Aka, amsi shu Baxtiyor Aziz Dislam hamda ko'z oldimizga kelgan sima sizning obrazingizda ko'rmallaringizmi bor sizniki masallar bor. Hamda qanda bo'ladi, bu nalik bo'ladi. Qanda qilib bir cho'ng-cho'ng filmlar qatnasha olgandi. Masalan, Anarxon deymiz, Nisa Xonlarni deymiz. Hamma kinolarda siz bog'li borchu. Ipak yo'li rivoyati qatorliq ko'p qismli televiziya teatrlarida. Diqqat qilgan bir qism ko'rmalarimizmi cho'qim bor. Uning ichida menmo bor. Shuningga lekin bu oila turmush jihat kishilarga hamda qiziqsaqmi, bilamadik-ku. Shu naq maydondan bir ko'chalar paqaylab qoldik. Urumchi tug'ilgan. 20 boshlang'ich o'qigan. O yerdan 17 o'tir tajriba o'tirdi o'qigan. Men asli san'at maktabining Maybiyoq kasbiga imtihon berdim-ku. Men rasm chizishga amraqdim. 3 yil maktabdan sir tarbiyalanib, san'at maktabining Maybiyoq rasmiga imtihon beramiz deb imtihon tayyorlik qilib olsak, markaziy teatrga butun Shinjonga o'quvchi chaqil keldi. 16 bola oldi-da Shinjondan. Shuning bilan bizning Islomjon deb savatishimiz bor. Biz o yerdan birga o'qigandan keyin Variskam bizlar bizning dangliq artistimiz. Shu Islomjonlar bilan Variskamlar bilan ko'rishib yurib, shu oldigan xabarni anglab qoldik. Shu men hamda u maktabda san loyiligüchi, masalan, dekoratsiyachi, mushuni og'ili oldigan bir sambaka. Men de aktyorlikni o'ylamay, shular Islomjonlar deyishib, shu nimaga imtihon beray deb bilib boraman u yerga. Basam uninki nimasi bak yuqorga talaba. Uning ustiga oldigan bal bir bo'lgandan keyin, butun Shinjondan adamji qo'ygandan keyin uningga men o'tishi nimam bak to'vankanda Variskam shunga esa buning imtihon bermadigicha bu sen bu aktyorlik qilmamsa Islomjonlar berdi degandan keyin bu o'ylamaganim bu xiyolni kallam kirgizib qo'ydi. Shunga uydagilar maslahatlashib berib baqamdim ya deb qilsam shuni berib o'tib qoldi uningga. Şu vaqtni san'at maktabiga imtihon bersam, san'at maktabiga o'tib qoldim. Maybiyoq. Shu u yan tanlab, sog'doshlarim bilan, og'aylarim bilan Beijingda o'qay. Deb shuni bilan o'sha aktyorlik kasbiga kirib qoldik endi. Kimlar bilan sog'dosh akasiz? Islomjon Varis, Jurat, Riyam, To'g'liq, Arafat, Amina, Xunzay, Ayshama. Yo'q, hammamiz bir sabab emas. Bir qarorninki, bir maktab. Hammalar degidek bir qarorning bir qarorninki. Qozonguchilar hisoblansizlar-ku. Shu 94-4-qaror. U yerdan qaytib kelgandan keyin siz nega o'rlashdingiz? Shinjon opera teatriga, aktyorlikqa. Hozircha yashadimi? Ya men Arliqda necha yil ishlab, men Beijing ketgan, Beijingga berib texan bir filmlarni ishlaymiz, kinochilik taraqqiy qilay deb, u yerda bir 5-10 yil taraqqiy qilib, uni qilib, yana qaytib kelib mishadi. Qanday aka foydasi bo'ldimi? Foydasi bo'ldi. U tarafda qatnashgan filmlaringiz hozir sanab beransam, xeyli jiq filmlarmi aka? Ko'rganlarimizdan vakil xarakterlik necha filmni sanab o'tdik, undan boshqa jiq-ku texe. Ba, o yoqdimi bir 2 film qatnashgan. Sizning uydagilar-chi aka undasa? O'sha san'at sohasidan bevosita munosabat. Yo'q, bizning uydagilarning san'at sohasiga munosabati yo'q. Qattiqlan. San'at degandan bir nima yo'q uyda. Lekin men bunday qarsam sizningki taqib turgan soqchiga bak tushyapti. Ashtan. Sizlar qaramsizlar ya uqmayman. Men bir xil soqchining obrazi bak tushidi deb qarayman endi. Bunday qarsam, uning ustiga mijozi ig'ir bilsak Baxtiyor akamniki. Men ashta o'ylagan, shunda meki deb o'ylasam men to'g'ri paraz qilibdiman. Ig'ir bilsak tatinchoq Qizilcharoq. Biz 2008-yili shu Mehmetjon bilan kechilikda saqchining rolini olgan, u o'g'rining rolini olgan bir itoatimiz bor. Ras Bek qo'l qo'zg'ab ajab yaxshi chiqdi deb. Shu singib qoldimi? Balki.
kiyimni kiysang o'xshamaychi ba'zi narsa. Manda turib do'rgan bilan har bir kasbning o'zining kiyimini kiyib do'rsang, bir qarash qilib, voy ajab tushib qoldi deb o'ylaydi. Kiyim seni materiallarım bekliyor. Shunday aka. Kinochilik jihatlarda o'z oldingizga bir shirkatlarni qurib yoki bo'lmasa Shinjongning kinochiligini taraqqiy qiladigan bunda cho'ng planlar bormi yo'qmi? Bu planlar bordi. Birilma qilgan azroq. Ammo taraqqiyot bilan bizning arzu armonlarimiz bilan bilim olmagandan keyin ba'zi narsaga qulay bo'lib qoldi ekan-ku. Bizning Shinjongning kinochiligi ishkirnikidek taraqqiy qilmadi ham. Hozirgi taraqqiy bo'lolmadi. O ishimsal tezkab qolgan o'xshaydi. Mush jihatlarga qanday qaraysiz? Masalan, hozir ishlanayotgan filmlar to'g'riliqchi. Yoshlarmi tirishyapti emasmi? Yoshlar tirishyapti, yaxshi. Hamda har qanday ishni qilib biz do'rashdan boshlaymiz-ku. To'g'risimi, ba'zilar o'ylaydi, bilib bilmay, "Va men do'rabdi, men do'rabdi" deydi. To'g'risi. Lekin sen davomli do'rsang bo'lmaydi. Boshda do'rab o'rganib olgandan keyin o do'rashni tashlab, o'zing ijodiyat kirishing kerak. Kichik bolami shu'g'i, kichik bolalarni kichik vaqtda bir narsani do'rab o'ziga xos bir narsa yaratib oladi. Bizim kasbda bir do'rabli foydasini ko'rib olib, ikkinchi qitim, uchinchi qitim yana naqshimi shu, etotmi shu yoki kinomi shu do'raverib olsa, qilsam bezor bo'lib qolsa odamchu. Shunga har qanday narsani har bir odam o'xshamagan qarta biz ham kinochilik, masalan, mush aktyorlikdimi, bu psixik bilan bog'lanishlikchi bu kasb. Chunki bir odamningki turqini do'rash emas, ichki dunyosini do'rash kerak. Kelgusini emas, oqi ko'rinishini do'rash kerak. Şunu ham sen bunu doğra verip o'zing ijodiyat qilmasang olmaydi. Shu ijodiyat qilgandan keyin andin birsi mavu Baxtiyor Aziz, mavu Nurali deb araydigan gapda. Men Nurali men do'rabdi, Baxtiyor do'rabdi demaydi. Shu. O'ziga xos cho'qim bir uslub bo'lish kerak. Hozir masalan sizdan so'rab baqsam, o'zingizni amdaylik men bir futuq qozonuvchi aktyor deb hisoblamsiz. Menim o'zimni bek futuq qozonib ketgan aktyor deb hisoblamayman. Ammo mayli o'zimning arzu armonlarimga yetib oldim deb o'ylayman. Qilmoqchi bo'lgan. Qilmoqchi bo'lgan ishlar masalan men televiziya teatrlarda bosh rol olib, İpek Yol rivoyatida o'zim bosh rol olib, Ming maydon mening ko'rinishim. Uning o'zidan chiqdim. Hamda Mao Jray degan Mehrimobat degan filmda bosh rol olib, uni hamda Mayl Jungoch bo'lsin, xalqaro bo'lsin, Shizatkamning yordamida uningda bir futuq qazanib, uningda cho'ng ishlarni qilamiz bor. Lekin hamda ba'zi narsalar qudratimiz cheklikchi bizniki. Ham tirishimiz lekin. Ama men o'zimning shu xodin chiqadigan ishlarimni qilib oldim-da kinochilikdami. Ish qilib orzuyingizga yetib oldim men. Akam shu qistirma qilib so'rg'im keldi. Masalan, bir maydon kinoga rolga chiqsangiz qancha pul keldi? Digil olmaydigan bir şey so'rdim. Mush bana odamda bu so'zlab qo'yay. Chunki ham ba'zan bir artistlarning pul deb ketadi-ku. Mayli kinochilik olsin, u bu ishda men deyman-ku ba'zi yerda. Masalan, sen 4-5 yil, 6 yil doktorluk oku, çıkıp doktor olsa şundaymi? O doktoruna ekilip sen bana bekarlık davalap koyuyorsan herkes olmaydı doktor. Muşna o şey her bir kesip okşaş. Hem mi kesip ama hem ne sanatkarına ekilip bir meydan bir nakşi edip ya muda kılarsan onun maslığı normal işçi bu. Çünkü bizim mançıl mesela sanat mektepte nakşi de okuysa, aktörlük de okuysa, bunlar hemmisi vaktini serip kılıdı, aileskilerden ayrıldı. Mesela bizim bir kinoga çıkarsak 3 ay xotin balam tashlab qo'yib chiqdimi? Yo'q. O'zim yolg'iz tag'im bag'ishlarni ishlaymiz, japa tatimiz, to'nglaymiz, tatgan japoyimizni o'zimiz bilamiz. Ammo buni biz bilamiz. Bizni ko'rganlar ekranda ko'rdi-ku. Keyin qancha japa tatayotganligini, ba'zi odamlar haqiqat jandimmi, mustaq kelgan iymandimi, jindan ayrılgan ballarım bor, ishlaydigan ballar bor. Ashunchalik ta'simdi. Ko'p nisbat ko'rmalar. Ama sanat sohasidagi odamlarni bek oson pul topadi. Ha, ishda o'ylaydi. Belki oson bularning ishlari kulib chaqchaq bilan bo'ladi. Unda oson emas. Ashunda deb qaraydim. O'sha bir programning suratga kelish uchunmi, hozir masalan, necha soat burun biz kelib, tayyorlik qilib, sizmi saqildingiz, tomoshabinlarmi saqildi, nurg'un uskunlarniki boshqaruvchilar bor, ularni japa tatib, to'nglab titrab, shu uskunlarni besib degandek nurg'un bir jarayonlar ketadi shunday qo'yib. Har bir ishniki o'zgachilik jafosi bilan bo'ladi ekan. Shuningga ko'rmalarga bir tavsiya, har qanday bir kasbni bu sanat sohasida emas, har qanday bir kasbni qiluvchilarga bir hurmat tuyg'usida bir qarsak ekan deganda bir tavsiya qilmish shunday. Shunday. Bunda bo'lsa ekan, turmush hayotga men bilmoqchi bo'lgan ishlar asosiyatini tugudi-ku. Asosiyatini sizni tushunib oldik, mijozingizdan bilib oldik. Hozir programmamizdagi muqim so'rilgan 8 savol bor. Astoydil, rostchilik bilan javob berishingiz kerak. Unda bo'lsa ekan, birinchisi, siz qancha yosh? Men 45 yaş. Rostmi ya aka? Rost. Voy, salomat bo'ling aka.
Rahmat aka, unda bo'lsa keyingisi siz qancha yil to'y qilgan ayolingiz va balalarıngiz to'g'riliq so'zlab bering. 2014 to'y qilgan. Ha. Ayolimning ismi Aliya, g'ine. Bir balam bor. O'g'il 7 yosh kirdi. O'g'il ismi Ittabir. Unda bo'lsa aka, keyingisi siz hozirgi tonilgan Şinjandagi aktyorlar ishida kimni eng yaxshi ko'rsiz tanlash. Hozir men ikkisining ismini deyman, cho'qim birini tanlaysiz aka. Birinchisi Abdukerim Abdulaziz, Xalmurat Ömer. İkisi yaxshi ko'rma. İkisini tanlaydish qolmaydi, cho'qim birini tanlab tursiz. Hammasini hurmat qilamiz-ku, maylan uni bilamiz. Hurmatmi qilamiz, yaxshimi ko'ramiz o'zimizning ikkilisi bizning. Lekin hozir faqat birini tanlang desa, ikkilisini tanlag'im bor. Ya lekin o'zingiz uslub jihatda tanlab turaychi deydigan bir shaxs bo'lsa. Tanlab turaysam, Xalmurat Ömerni tanlab turaman. Rahmat aka, unda keyingisi Rayimqon Anvar Ablaziz. Qiynig'lar chiqibsan-da buga. İkilisi ağaynam hamda. Birini tanlang. Rayimqon tanlang. Unda keyingisi Xayrigul Hasan, Guljamal Matniyaz. Qattiq qolishlikdan. Xayrigul Hasan tanlaydi. Rahmat. Unda keyingisi endi naqshlar arasidan Abdullah Abdurahim Mahmud Sulayman. İkisi palliga yetgan naqshlarni. Bu ikkilisini tanlayjim. Yo'q, birini tanlab turing nesiga. Nesiga Mahmud Sulayman tanlab tur. Unda bo'lsa, eng oxirgisi İzzat İlyas, Nurnisa Abbas. İzzat İlyasni tanlab turay. Rahmat aka. Unda bo'lsa, endi tugidi. İsmi atalgan hammasi biz yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan cho'lponlarimizga. Bu yerda shu cho'lponlarimiz, shu ustozlarimiz bilan cho'qim ko'ryapti buni programmani-chi, lekin hech qanday o'ylab qolmaydi-da. Endi vaqt men sizni maxsus qiynaliqlar chiqqan bo'lg'achqa, men ham majbur bo'lib qoldim, siz ham majbur bo'lib qoldingiz aka shunday. Unda keyingisi siz hozirgi Vanxonlar qanday qaraysiz? Mening hamda o'zimning ilqi ko'z qarashim nima desam, ba'zi narsalarga men ilqi biroqlandaq mandaq degim kelmaydi-chi. Chunki har qanday narsaning bir vaqt bir nimasi bo'ldi. Hamda hozirgi davrda balkim Vanxonlarning davri bo'lib qoldi hamda. Uning jiq fikrim yo'q meningki. Ism bu-chi, bu Vanxon degani mush to'rda vaqtliq qiziydigan degan qiziq deydigan nima bu? Cho'lpan emas. To'rdagi qiziq odamlar degan mandaq mazmundagi narsa bu. Hamda buni hozir to'rcho'lpin deb biz ashta qo'yib oldik-ku. Biz nima ism qo'yishdimi? Nimimiz xatolik bakchiq. Chunki hamda to'rdagi vaqtliq, ham bu vaqtliq degani nima bo'lsa, menimcha, mushu bir mazgil qizib chiqish jarayonida ya chiqitdi, ya yo'qolib chiqibdi degan mazmunda bu. Bir mazgillik qiziq nuqtadagi qiziq nuqtaliq odamlar degandek mazmunda bu. Shunga bu chiqadi, ham buni yaxshi apman olsa, bu biroqlam uzun muddat davr suralaydi. Şuna bu to'lasilik to'rlardan chimuncha anglaymiz, ko'ramiz, chiqadi bir mazgilda yo'qolib ketadi. Chiqadi yana bir mazgilda yo'qolib ketadi. Bu ama bizning jamiyatdagi san'atkor naqshchi ma'nimalarga o'xshamaydi-mi artistlarga-chi? Shunga meningcha buningda o'zining yo'li bilan mangadi deb o'ylayman buni. Bu bir davrning ehtiyoji bu-chi. Hozir masalan qarasak, sizmi balkim ko'rdingiz. Funinglar jibo o'qiyotganlar bo'lsin, yoki bo'lmasa zo'pin ishlab chiqarayotganlar bo'lsin. Nayt bir ba'zi vaqtda chakina bir filmlar. To'g'ri. Lekin u bir o't o'kit qoldi-da. Qiziq nuqta o'kitdi. Mushlar qanday qaraysiz? Bularni yoshlik qilatamdi yoki pulni deb qilamdi yoki qiziq iqimni deb qilamdi, endi o'zlari bildi uni. Chunki biz uqmaymiz uni. Ham shu bir diqqat qilib qolgan bo'lsa, chunki biz hozir to'g'ri xatoni aralaymiz. Ama hozir bolalarimiz bor deb bizning. Bolalarimiz to'g'ri xatoni arayamaydi. Mayli kichik qizlarimiz olsun, o'g'illarimiz olsun, cho'ng bo'lish jarayonida bo'libmi ota-onaning gapini anglamay, qarshi tarafning yo boshqa odamning gapini anglaydigan bolalarning mijozi bor-ku, vallahi dashtaq mijoz. Sen yaxshi olsun, tomoq ye bolam, voy an qilsang, seninkini yo'q deb munda o'ylab, sirtdagi odamninkini yoki yandikini, yo to'rdikini to'g'ri deb o'ylab oldi bular. Bunda bo'lgandan keyin bularga ig'ir darajada ziyon qildi bunda narsalar-ku. Hamda o'sh yosh bolalar, qivatqa yosh bolalar o'z bilmagan bilan kelgisi uchun bir ota-ona o'g'an vaqtida his qilib qoldi. His qilganda u kechikdi-ku. Sal diqqat qilganimiz yaxshi. Yana birisi biz ma ko'rayotganlar, taqtiyotganlarmi, ko'rgayadil qilib qolsa deyman. Taqatmiz-ku. O'z ko'ribli bo'ldi. Mushin taqatsam, qiziqchilik ma kulsin deb taqatgan bilan uni yani qarshi tarafning bolasi yoki qarshi tarafning o'zining singlisi yo otasining qizi yo ash bolalar ko'rib qoladi. O'zimiz qilgan xatolikni bolalarimizga ziyon solsa qilmaydi.
Her qatımlıq sanda məşnə alayda bir təkidləb ötüşümlük səbəbmi? Məşu cəhətlərdəki işlərdə görünmələrə azraq olsunmu? Bir o nədəmdəki ikisiga ya bir bo'lmadi deganda birisiga ta'sir qila olsimi? Bir ajab emas degan umidda chiqarib qoldik. Ham uning ustiga siz degandek kichik qizlarimiz bor. Ularning hozir kiyinish bu jihatlardami o'zgarishlar bo'lib ketib bordi. Ochiqchilik kiyindigan, cho'nglardan ayminmaydigan holatda hozir shunda bo'yatdi. Amaliyot bu har bir odamning o'zining erkinligi haqiqatan. Bu to'g'ri, buni xato desak bo'lmaydi. Lekin qanday bo'lmasin, Jonghua millatlarininki bir o'rib odatlarimiz, o'zimizga xos bir uslubimiz bo'lganlikdan shunda bir chatnab ketmasak degan bir umidni orzu qilamiz. To'g'ri. Shunda bo'lishni umid qilamiz. Ko'rmanlarmi ko'p diqqat qilsanglar degan umidda tavsiya qilamiz. Rahmat aka, unda keyingisi, o'sha hayotingizda siz eng o'kinadigan ish qaysi? Yig'laydigan keldik endi. O'kinadigan ish yo'q-ku deyman. Bu faqatla yo'q. Pushaymoniz yo'q. Xo'shallik ishini deb baqsaqchi bo'lmasa, masalan, shu film suratga oldigan vaqtlarda yoki bo'lmasa sayandagi vaqtlarda esingizda chiqmaydigan, o'ylasangiz kulgi bosadigan shunda bir qiziqarli ishlar bo'lib baqqanmi? Shu ish qilib biz film ishlasak, misollashlarim, do'stlarim bilan film ishlasam, itot o'yinsak, eng baxtli vaqtlarim men uchun, eng xo'shuldigan, eng ko'ngilli vaqtlarim shu. Xizmat jarayonidagi. Bo'lsa, siz shu film ishlash jarayonida kim bilan eng moslasha olayman deb o'ylaysiz? Palonchi bilan bak moslasha olaydim deydigan bundan. Chunki mayliqi to'liq ishkirtlar ishlab qolaman-chu. To'lisi ishkirdan kelgan jo'zlar bilan hamkorlashib qolaman, qayerinda artistlar bilan, shular bilan ishlab qolamiz. Shularning ichidami hamda shu danglig'roqlar bo'lsa, rahat ishlaymiz hamda. Bak ko'z ko'ringanlar bo'lsa, rahat ishlab qolamiz. Dangsizroq bilan bir dangsizroq bilan bak rahat ishlab ketmaymiz. Dansizda. Ondan sonra keyingisi, siz mush fursatda yosh aktyorlarga deb qo'ydiganlaringiz bormi? Har qanday kasb bo'libmi shu aktyorlik kasbida meningcha sapoq bek diqqat qilish kerak-ku. Chunki nimda bunda deyman desang, ham butun xalqning ko'zi naqshchi bilan shu aktyorlarda. Bolalarimiz olsun yo cho'nglarimiz olsun, masalan, Abdulla Abdurim yaxshi ko'ramdi yo Abdukerim Abduz deb hammasi taniydi, biladi, qilgan, aytgan hamma ishni diqqat qilib turdi. Hamda u bek diqqat qiladi. Cho'nglar hammasi o'zining sapasiga diqqat qildi. Ham yoshlar nima bo'lsang, yoshlar tuyuqsizlar ko'rinib qolgan jarayonda o'zining shaxsiy turmushi yoki shu kitobga oldiga diqqat qilmaydi. Ba'zida jamiyat tashib o'tadi bunda bolalarni-chi. Bu bir. Ikkinchisi kasbiy axloqqa diqqat qilish kerak. Masalan, mayli vaqt rioya qilish kerak. Film ishlaymiz esa cho'qim bir kun burun kitob ko'rish kerak. Chunki sen ko'rmasang, Әтісі мүші көрініш кәген вақтыда башқаларының вақтын алысан-чу. Башқаларының вақтымы өзгічлік пул. Сақлайдыған шықыды şu bir adamны. Біздің амды бұл қыватқанымыз опчы қызметте ялғыз шығыплы бір ішіні қып келсе, кем біл қары, ешкім біл қары жоқ. Hem opçı hizmet деген kim? Sizlerden bunu lamma оқшаш біздің мы. Ақыд бір патым аппарат тұтыватқан адам ба, çıрақ ұрыватқан адам ба, декорация қылыватқан адам ба, тәйірлік қылыватқан адам ба. Он жігем адам ашады қарап тұрса, kitapны нем қылмай төтөтпеді. O kəsbi əməs olsa, onun ешкімнің açıq gəlməydi. Biz berib yardım qılımız. Kəsbi bo'lib turib, ashuna rioya qilmasa, biz açığımız keldi. Endi shuni qila olsa, uzun muddat mang'alaydi. U yaxshi rol oldi, bu yaxshi qilib ketdi degan bilan 2-3 qatim ishlatiblar, ishlatmaymiz unda odamni. Chunki sizning turmush nimang yaxshi emas, sapoying yaxshi emas. Vaqt rioya qilmaysa, odatdagi atrofdagi odamlar yaxshi o'tmaysa bo'lsa, endi tatmaydigan gap shu. Rahmat. Keyingisi, sizni yaxshi ko'rmaydigan qora mastanlaringizga nimalar deganingiz bor? Mening qora mastanlarim bo'lgan bilan boshqalarning oq mastanlarida yaxshi ko'rsin bilaverdi endi. Yaxshi ko'rsin xo'sh bo'lamiz, yaxshi ko'ramiz xafa bo'lmaymiz. Odam degandan yaxshi ko'radigan narsar bo'ldi, yaxshi ko'rmaydigan narsar bo'ldi, odamlar bo'ldi. Ba'zidan bir ko'rib yaxshi ko'rib qolamiz. Ba'zidan bir ko'rib ajab bir yoqmidi menga deymiz. Ikkisi yo'l ketaversa bo'laverdi. Uning hech qanday deydigan gap yo'q. Gapmi yo'q. Bir bo'z yaxshi ko'rasizlar. Bo'z yaxshi ko'rasizlar. O naq maydonda xiyfillar yo'qdi? Deganimiz qattiq gapdi, o'sha yaxshi. Yaxshi. Rahmat aka, unda bo'lsa, eng oxirgisi nimadir sizcha? Tang bu nimikisining savollaring odamlar shu dakkudik qiladigan savollar ekan. Masalan, burunqi san programmalarni jiq ko'rib baqdingizmi aka? Cho'lpan keldimi? Masalan, qandaroq his qildingiz? Yaxshi, hozirgi programmalarning oldi, menimcha. Shun kelimiz-ku hamda.
Men bu odatda programlarım taz qatnaşmayman-chi men. Nurg'un qatam chiqib sizlar bir aloqalashmoqchi bo'ldik-ku, o'zini bakiliq chiqib so'zlab ketishni bak yaxshi ko'maydi-ku deb anglagandim. Lekin programmaga vaqt chiqadigan xo'sh bo'ldik aka. Endi mushu qiynaydigan yegamni keldik-chi. Mushu naq maydonda rol o'ynab bering deydigan bosqish bu. Bo'lamdi ya, sizlar ig'ir o'tirmasam bo'lmaydi. Mana. Bırak. Ya ben sana ne çıkıtım dedim. Ne çıkıtım tutup aldım ben seni. Yanım şu məldə oğurluq qilib жүргеніңni qara. O qo'saq osh qoldi aka, bu tomoq yeyamsam qanday qilaman uni? Yaxshiroq ish tomoq yesang bo'lmamda. Cho'qqim o'g'irlik qilib tomoq yemsa. Qanday yaxshi qilaman? Bu ish qilaysam ish qilmayapsa. Tozliqchilarni ishitsam bo'lmamda. Va bu tozlab yursak sat emasmi? Sat emasmi deganni. To'xta. Yezib sen go'yna shu saqchiqandan chiqmas qilib aytmaydigan bo'lsam, necha qitim gap qildim, gap kirmagan quloqqa. Isming nima? Voy bilasiz-ku aka. Necha kirding? Bilasiz-ku bunimi? Necha qitim kirishing? Voy bilib turib so'rab menga aka. Ey. Ota-onangni o'ylab qo'y qara, ha? Aile komiteti kirsangmi, ancha-muncha xizmat tepiryapti-da. Mushunda yaxshi sharoitlardimi? Yana o'g'irlik qilib yursang, men numus emasmi sana? Va aka qilay degan shu xo'jaqmasa ishlar. Kunab qopdim-da. Yeyma, yetib yeyma deydigan go'yning bir iskanda mava, ha? Putummisaq, qo'lingmisaq, mushunda turib, yana yanmay, xijlanmay kichik qizlarning kayindan kichik bolaning so'mkalarini mushunda mitqilab yursang, numus emasmi? Ya aka, Allohga ota-onalar yomon jiq pul berdi-ki hozir. Ha, Allohning sodisi yaxshi. Unda so'rsang, ba'somidimi sangami? So'rsam odamga bermaydi-ki. Hey, numus qilmaysa juma. Bo'pti, men eng oxirgi qitim sana bir chekilab qo'yay. Tugamasini qo'yitma. Hukumatimizning ma'zi qonun nimalari shunda yaxshi. Chiqib hamda oliy komitetga kirib, tizimlassanglar birdamli xizmat tepirdi. Aldingmi? Tepamiz aka. Hozir tepirdi. Men birga kirib tepishib beraymi? Mayli. Bo'lmasa mo saqchiqandimi bir xizmat? Qo'yarsan, xizmat yo'q. Saqchi bo'lmoqchimiding? Men sana yaxshi xizmat tepiray. Buniki yaxshilar. Mayli. Mashag'an men mehmon qila. Mayli, men chatoyoq aka. Yaxshi bo'la buniki. Ha, mana. Bu itot emas, bu komediya o'tyapti bu. Kuldirgan. Ha, mayli aka, mushuma hisob qo'y. Bu naq maydon bo'lganki, mushunchalik bo'ladi. Bir kulki chaqchaqdan asas qildik-ku, shundami? Kulki to'g'riliq kelib chiqib qoldi emasmi? Tomoshabinlarmi hozir mushu ota-aytan vaqt chiqarib, 2 soat vaqtini chiqarib misha kelib o'tiryapti. Siz uchun sizniki aqmastonlaringiz, qarmastonlar faqat yo'q. Hamda beshada birdam yerimdam siz bilan birga o'tirib paranglashsak, sizni tushunsak, siz bilan menda bir o'yinlarni o'ynab qolsa, bir huzurlansak degan umiddimi kelgan do'stlarimiz bekchiq. Shunaqa mush naq maydonda bir o'yin o'ynab baqamdiqmiki deb o'ylab qoldim. Jazosi baraq bir o'yin aka bu juma. Hamda siz aktyor bo'lganligingiz uchun aktyorlarga mos holatda bir o'yinimiz bor. Shu o'yinni cho'qim yaxshi moslashib olib ketamiz deb o'ylayman. Boshlandik. Boshlaylik. Boshlandik. Unda başladık aka. Aş koltuk qisqandilan bilganman, Xalmurat Ömerman. Sho'ng aysan. Mahfuzlayman. Bak yaxshi. Abdulkerim Aldızmı ana Elning o'g'li bo'lib konildi. Qayta. Mana qayta. Topolmasam futadim bo'ldi. Bunda Abdulkerim ablaz. Tulka kelgan chiqarmadin gul so'rab. Naqshchi işte. Qilib topmam sen.
Şurada mıydım ben? Abdullah Abdurrahim. Ya. Tilka kelgan ishkanmandan gul so'rab Haşma ve Ha. Fatıma. Minni bir yar demçi yar. Turtluk. Usulçi. Asqar Raqib. Ha, yaxshi. Teatro qoldim. Ha? Nima shu? To'g'ri-ku? Ha, mana to'g'ri. To'g'rimi shu? Ha? Qaytib bir qilib ha? Naqshchi bormi? Naqshchimi? Ya, ay degan narsa-da, ular. Ay. Limqan. Ha, yaxshi. Yevin. Ha, mana. Munda. Rambo. Ha. Silo. Yo'q. Unda ma'lum bir so'q. Messi. Ha. Ya bunda tutquchi bor. Jubaji, Madxwa. Ma yo'q bunda. Betxoven. Ma yo'q. Bo'ldimi? Xayrlasam Ha. Rahmatchimiz sizlarga. Kim bu bende? Dirijor? Ha? Wow, topamadı efendim. Hıdlar abba. Özgü asan. Adam olsun lan. Çanlama. Amanın kapına rese. Yıldızını sanıp ötküzdüm bu gece. Onu söygen yürek sevgin al verer günde. Ne? Gözün uçarak yıldız gibi uyanar. Öyle sakalı bular yara. Sözlerim dana beni kıldın pervan. Sen? Xiyalımda yaşap yurdum yigane. Abdullah. Nefes de okşadı. Bir kinosu ya. Amerikan. Hadi bakalım. Kılcın çıktı mı ama? Ronaldo. Sido. Ha, bu okşattım bakayım. Mevlan Kama. Mevlan yazar. Mavu mı ne? Vitasma. Hadi. Asan kılını doğrapma.
can't believe it. Qaysinmi? Changlong. Jinzda. Ne Lisholongmi? Lisholongmi. Unda bo'lsa ikkini topamiz aka. Bo'pti, programmaning talabini demamsa bo'ldi. Pul lozim bo'lsa demamsa deganda. Qanday bo'lsa men to'liq uytib oldim ma o'tgandan-chi. Sizda az to'la masalalar ko'rildi. 1 yoki bo'lmasa 2. Jazo o'rlab bersin ha. Kagidek bir jazo berasa, kelapti. Kammas jazodan birini beraytam qo'ying. Naqshida ham bir atal o'ratkil bo'lamda. Bo'ldi. Ma'qul. Hozir ha. İkiz asman törük yok, akar derya körük yok. İkiz asman törük yok, akar derya körük yok. Cimi alem seninden başka yarım yok. Kimi alem dua bulsun, seninden başka yarım yok. Az meni ayım yok, könglümdeki yarın yok. Az meni ayım yok, könglümdeki yarın yok. Görmem sen bu alımni, seni söyleyen çırayım yok. Görmem sen bu alımni, seni söyleyen çırayım yok. Meni yardan dikin nadanımı halam dikin. Yar meni yardan dikin nadanımı halam dikin. Irak yerlerde turup yarım meni eslemdiki. Irak yerlerde turup yarım meni eslemdiki. Yarım meni eslemdiki. Rahmat aka, Chiroq Naqshga bu. Chiroq Naqsha. Buningki ijodiysi kim bo'lib ketdi?
Bu şu Abdülkerim Yaman hakamızın kimiki bu? İcadiyetçilerge göz tegmisin cuma, yaxşı icadiyetler çıkıvatıdı hazırgıça. Yaşlar arasında mı, texmi tirişip işleyatkan muzikantlar var, icadiyetçiler var. Yaxşı icadiyetlerini halkımız sunup, armay, talmay, kevatsizlar, japa çektinlar. Muş fırsatda aka elbette bir naqshini o'rinlaymiz, cho'qim naqshi yetib bo'lgandan keyin yakimiz naqshning orliqida xat orqali qo'ysinmi, teksti, ijodiyatchisi deb cho'qim bir atab qo'yish kerak. Ataşıq tegishli deb o'ylayman shunday. Chunki haqiqiy bir ajr singdirguvchilar shular bo'lg'ashqa. Abadiy o'yin o'yindiq. Aslimi qilib, burunqi o'yinga aytotlardan ariya o'yindiq. Sizniki turmush ishlaringizni bilmoqchi bo'lgan nurg'un ko'rmanlar, tomoshabinlarmi bilib to'liq tushunib bo'ldi deb o'ylayman. Men shuning ichida hozir mush naq maydonga oq mastanlaringiz chiqdi. Qardish kuchni aqli Qon mastanlarda. So'raydigan savolinglar bo'lsa, azroqli bir vaqt fursat beramiz. So'ravatsanlar bo'ldi, qolganda almashtiramiz. Yaxshimizlar naq maydondagi tomoshabin do'stlar, yaxshimisiz riyosetchi Baxtiyor aka, xush kelibsiz. Bugun shu naq maydonda siz bilan yaqin oraliqda ko'rishish fursatidan intayin xush bo'ldim. Hamda men kichigimdan itotlaringizni ko'rib, naqshlaringizni anglab sizga shunda amroq edim. Sizning mastaningizni desak bo'ldi hisobda. Hamda meniki so'rab boqmoqchi bo'lgan savolim, hamma yaxshi ko'radigan filmdan Mustaq kelgan mehmon filmida siz shu Navro'z obrazini yaratib intayin bizga yaxshi ta'sir qoldirdingiz. Hamda men o filmda siz Navro'zning rolida intayin Bator, Qaysar, boshqalarga bo'zak ulashni xalmaydigan rollarni yaratdingiz. Mening sizdan so'rab boqmoqchi bo'lgan savolim, shu Mustaq kelgan filmida qanday qiyinchiliklarga yo'liqqan surat elish jarayonida filmdagi ta'sirotingizni bir anglab boqqan bo'lsak, rahmat. Rahmat sizga. Bu endi shu bilan hozir ishlagan kinoning ichida bir qadar muvaffaqiyatli bo'lgan, tomoshabinlarning esida qolgan Navro'z obrazini yaratgan bir film endi. O'zim faxrlanadigan bir film. Bu film yaxshi chiqqan. Endi buningda jafo shu har qanday filmda jafo bor. Bo'libmi bu Mustaq kelgan mehmonda biz qishda yozning ko'rinishini olib qoldik-ku. Uning ustiga biz Toshqo'rg'onga chiqmadik bu filmda. Bu filmdagi Toshqo'rg'onning ko'rinishlari hammasi asosan Nansan deyiladi-ku. Nansanning shu ish tarafida yana bir sayohatchilar kirmaydigan bir yeşillik voqea. U hamda shu taxlidiy qilganda Toshqo'rg'onga o'xshib qoldigan. Shuncha qadam shu Toshqo'rg'onda olgan deb o'ylab qoldi bu filmni. Hamda rejissyorlar shunda ustunlik bilan shu yerda bir ko'rinish qildigan yerga uy yasab, Toshqo'rg'onning shu asli oltini mishaqqa shu hissiyotni chiqarib yo'tkab dekoratsiya bilan shu hal qildi-da. Hamda shu qiynalgan ish birsi shu Pichandagi qish vaqti bo'lgandan keyin Pichanda bir qo'rg'on bor. Chiqdim deydigan bir yerda Pichandan. Qo'rg'onni burun shu ishkirdan kelgan Yinshon degan filmmi shular bir yasab qo'ygan. Hamda Shinjonga kelgan kinochilarning asosan shu yerga berib ishlaydi, biz shu yerga berib ishlaymiz. Cho'ng qo'rg'on hamda. Shuning ichida yana bir film bilan shu Qo'rg'onda talishib qoldik vaqt nimasida. Asli biz shu Turpanda yetib turib yotoqda. Ashyaga berib basaqmi bir 2 soat, 1,5 soat ketibdi. Abduzlan berib. Shu talishadigan vaqtida vaqtni shu yerda bir 5-10 kun turib qoldik. Qo'rg'onning ichida vaqtni utimizlab ishlaymiz, yetib uxlaymiz, yana qo'pimiz ishlaymiz. Shunda bir necha kun ashiyat ashda og'rib, shu vaqtda qiynib ketgan haqiqatan. Chiroyimizmi uyqudan chiqib, bizdan o'ngshapli, grim qilib yana ekranga chiqib. O bir qiyinchilik bo'ldi. Ikkinchisi shu Nansandagi tog'da qishda. Shu tog'da dumlaydigan vaqtda o'tak degan bir qog'oz o'tak ekan. Ba'zi usulchilarning o'taklari, bu degan yozliq sahanda ishiladigan o'taklarda. U endi ishidagi men Gülendan bilan dadamning rolini qadam uchimizning shu uyda ko'pincha qarsanglar, isqsanglar og'zidan o'r chiqadi. Yozliq ko'rinish amaliyotda. Biz qishda oldik-da uni. Shu vaqtda dir titrab turmiz. Juvini kiyib turmiz. Qayshi degandek shop sotib, turib degan şeyda pulimiz tugagan-ku. Deb hammas qilib o'ynab qolganlar bor. Vaqtimi sal kichik bo'lgandan keyin qiynalib qaqshashlan bo'lgan. Ammo uning endi mevasini ko'rdik-da lekin jafo tatgan. Lekin shu kunlarda o'tib ketgandan keyin ishqilib bir seg'indigan bir o'tmishga aylandi aka. Uni dargizmi qilmasam bo'pti-ku deydigan pushaymon bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Uningdagi akaras ma film to'g'riliq kelib chiqib, bir filmdan shu ism kelib qoldi. Yangi g'arb sayohatga rol oldingiz. Tansan rolga chiqdingizmi? Yo'q. Tansan roli chiqib qo'ymaydigan meni.
Chiqay desam uni Nima obraz? bir podsho va podshoning roliga. Jinsaygo degan bir davlatningki. Onu to'liq ishlab bo'ldingizmi aka? Ikki qismda chiqaman men. Ikkala o film qo'yildimi, qo'yilmadimi? Qo'yilib bo'ldi. Majab topolmadim o'sha. To'rda bor. Meningki 38-40 yoshda qista. Lekin bu haqiqatan tabriklash tegishli ishda. Bizning davlatimizda klassik asri shundaqo, birdan-biri hammalar yaxshi ko'radigan, hammalarga tunishliq filmimiz shu G'arbga sayohat qo'y, qayta ishlangan To'g'ri. Shuningda chiqishingizdan o'zim uchun bir muvaffaqiyat aka, bundan keyingi ishlar ham go'zal bo'lsin. Yana boshqa do'stlarningki so'raydigan savoli. Baxtiyor aka, yaxshimisiz? Riyosatim Nurali yaxshimi? Men Xinjiang Abida Biofan Texnika cheklanish shirkatiniki setish direktori Haji Akbar Alimjon bo'laman. Bugun naq maydonda Cho'lpon kalli programmasi orqali sizlar bilan uchrashganimdan intayin xursand bo'ldim. Mushu munosabat orqali bizningki Abida shirkatimiz yangi ishlab chiqarib bozorga solgan Abida Chilan Alqat ichimligimizni ko'nglingizga sunay o'yinimda shu bolalar bilan xalimiz bilan ishingizga rahmat. Rahmat sizga. Mana yo'q ekanda bu. Rahmat Abida shirkatiga. Rahmat aka. Hozir tomoshabinlarningki savollarga astoydil javob berdingiz, xo'sh bo'ldik. Asosiyatdan bugun biz erishmoqchi bo'lgan, anglamoqchi bo'lgan javobning hammani to'liq anglab chiqdik. Tushundik, bildik, his qildik. Burun biz tunigan Baxtiyor Aziz bilan hozir biz tunigan Baxtiyor Azizniki cho'ng bir farq bo'ldi. Odam shu tushunishdan bo'ldi ekan-ku. Masalan, abaymi savollarda ancha-muncha chiqadi, sizni yaxshi ko'rmaydigan odamda, yaxshi ko'radigan odamlar deb bunda bir chaqchaqlanma qilishdik, lekin yaxshi ko'rmaslik, tushunmaslik. Bir odamni ichidan tushunsak, balkim anandagi his tuyg'ularda bo'lishimiz mumkin. Ba'zan bir odamlarni biz bek g'oyibiy o'ylab olamiz-yu, lekin u odamlar bilan ishqirlab tunishgandan keyin u odamlarga bo'lgan nazarimiz tushib ketishi mumkin hattochu. Lekin ba'zan bir odamlar xo'sham yo'q deymiz, lekin u odamlar bilan turmush jihatdagi ishlarda bir o'rtoqlashib, mijoz bilan bir o'rtoqlashgandan keyin boshqacha bir asli mandaka deydigan bir ideyalardan bo'lib qilishimiz mumkin. Sizga hozir mush tomoshabinlar shundaroq ko'z qarashda bo'ldi deb qarayman. Bundan keyingi ishlardim aka, agar fursat bo'lsa, vaqtlar yer bersa, programmamizga davomli qatnashib ketishingizni o'xshamagan nuqtalardan ko'rmalarga, naq maydondagi tomoshabinlarga bir haqiqiy, hozir shu aktiv energiya deydigan gap pifa olib ketdi. Nega qarshi deydigan bo'ldik, lekin haqiqiy yo'sinda shundaq bir energiya berishingizni umid qilaman aka. Undan sirt yana ekranlarda uzilib qolmay, yangi filmlarda xalqningki ma'naviy jihatdagi ozuqini qondirib menishingizdan chin ko'nglimda umid qilaman. Muhimi salomat bo'ling. Bo'ldi, rahmat. Programmamızdan 2023 yıllık tajdorligini Xinjiang Abida Biofan Texnika taraqqiyot cheklanish shirkati alayda qo'llagan. Tabiiy qahvaning qanday bo'lganligini bilamsiz. Tüjüplab tayyorlangan har bir qahva urug'ini ezib ayirib tayyorlanib, chiroyli botilkalarga qachilindi. Eng xushbiroq, eng tabiiy tam Abida qahvalarga mujassamlangan. Go'zal kunlar Abida qahvalari bilan boshlang'usi. Abida isimda bor, ko'nglimda bor, uyimda bor. Uning shirin ta'mi tilimda bor, dilimda bor, kayfiyatim g'iyor. Sut bilan netgan choy, uyimning ozuqi. Abida shirin ta'mi qalbim shodlig'i. Abida Malqini. Mana, mal. Avval tetib yiqishim kerak. Yani şu gap ben sizga nurg'un ketim dedim. Telefonda qayta tushundirdim. Nima tushunmaydigansiz deyman. Uning ustiga bu u yerda tetib boqadigan, yeb boqadigan narsa emas. Buni mana tamoq etgan vaqtlarda tamoq yeyishadigan tayyor tamog'imizga tayyor tam kirgizlaydigan tayyor tam tetib-quldirey. Tushundingizmi? Oh ya. Ben tushundiramadim. Ya.
Yo'q, sen baqa. Aşkım tushundim. Mana tushunibdi-ku. O'zingizni besib elib so'zlang. Ma'qul, men o'zimni besib olay. Bu sizga degan tayyordan tettiruvchi qarab, uyda ancha-muncha gambiyan so'miyan qipyamsiz, to'g'ri qo'rda qipyamsiz, samovar sho'rpis qipyamsiz, Italiya cho'pi qipyamsiz. Ish qilib nimalar qilsangiz, ta'mi og'zingizda qolmasa, men bunga kafolat bera olaman. Undan boshqa badanga ziyonsiz. Yana bor. Iqroq keling. Tamoq vahshiy o'xshaydi. Avval tetib baxmasam bo'lmaydi. Yani shu gap. Malbekni az qolgan. Ma'qul, og'zinglarni ichinglar. Sizlarga demadim, men odamlarga yaxshiroqman. Bu kalvalar beslanib davotiman. Bo'ldilar. Ami yaxshisi, ko'rmanlarni tetib baqsin. Tayyordan tetib qullarni bir qatim tetib baqing. Cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Tayyortam. Programmamızın riyasetsinin kiyimini miras kiyim keçekleri alayda təminləyən. Boğuladın miras tağdak qametki qiyas miras kiyimleri. Rahmat aka, yana desem yana shu eng muhimi salomat bo'lishingizga umid qilaman. Bundan keyingi oila turmush jihatdagi ishlarning texmo barakatli bo'lishini 2023-yili xushal holatda bir kirib oldik emasmi? Shu yildan boshlab bundan keyingi ishlarningki texmo go'zal bo'lishini orzu qilamiz aka. Necha yillardan beri bizga nurg'ulg'an yaxshi asarlarni sundingiz, kinolarni sundingiz. Biz huzurlandik, ko'rdik, sizni tonidik. Mayli shu men davrdashdikilar bo'lsin, bizga ustoz bo'ldingiz yoki tanqurdash arasında siz bir çolpan buldunuz, bir yorup çıkan. Şu vecden biz bir görmelik vakaltem çünkü onumuzda rahmetimizi bildiriş için bu programımızdaki rahmet lonkumuz var. Muşta kabul kıgaysız. Sakılışınızda mutlu. Rahmet.